qaynanam yaxshigina qattiq ushlaganlar. Men rosa xafa bo'lardim. Rosa xafa bo'lib, yig'ishtirgan joyimdan ko'ngillar to'lmasa, boshqatdan yig'ishtirtirardilar. Yoki bo'lmasam qayerdadir pilisos emas, aynan qo'lingizda tering dedilar. Shu narsalarni men yosh bo'lganmandek qabul qila olmasdim. Nimaga shu narsani qildirib har kuni kechqurun gaz plitani yuvib yotishim kerak edi. Meni qizligimda unaqa emas edim, balki men o'ttiz qiz bo'lganim uchun buni ko'rmaganman, oyim qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Endi men buni hozir tushunyapman. Aytdim, "Xo'p, bir kun yuvmasam nima bo'ladi?" Shunga dirdim-da, jahlim chiqardi. Keyin alohida chiqqanda men ro'zg'or tutishni, uyni sarishta tutishni, uyni o'zini bir ro'zg'orli qonun qoidalarini aynan qaynanamdan o'rganganligimni tan olganman deb. Qaynona, ona, bu qiz bizda bir dona.